Dubayda urush boshlandi. Endi ko'chmas mulklar narxi quliydimi? Shu savol bilan juda ko'pchilik yozyapti. Do'stlar, bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Urush bo'lgan paytda odamlar faqat oziq-ovqat va tinchligi haqida o'ylaydi. Hech kim ko'chmas mulk sotib olish haqida o'ylamaydi. Hattoki Amerikadagi aksiya bozoriga ham bu narsa ta'sir qilgan, narxlari tashlagan. Dubayda tayyor uylarda narxlari tashadi. Bu fakt. Lekin novostroykalarda bu narsa hali sezilgani yo'q. Eron urush boshlangandan beri 174 ta ballistik raketadan 161 tasi yo'q qilingan. Undan 13 tasi dengizga tushgan. 689 ta dron otgan, undan 645 tasi ushlab qolingan va bor yo'q 44 tasi mamlakat turli hududlariga tushgan. Bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Eron Birlashgan Arab Amirliklari bilan urushmayapti. U faqatgina Amerikani harbiy bazalariga zarba beryapti. Aholi yashaydigan joylarga hali zarba berilgani yo'q. Faqatgina qoldiqlari tushyapti xolos. Mana shu raqamlar isbotlayaptiki, Dubay o'zini yana bir marta xavfsiz shaharligini isbotladi. Agar mana shu tempda davom etadigan bo'lsa, millionerlarda Dubayga oqib kelishi yana ham kuchayadi. Aqlli investorlar hozir nima qilyapti? Bozor narxi tushgan paytda ko'chmas mulklarni sotib olishyapti. Agar siz hali ham Dubayda xavfli shahar deb o'ylayotgan bo'lsangiz va sizda ko'chmas mulk bo'lsa Dubayda, biz uni olishga tayyormiz. Agar bozor narxidan 30-40% arzoniga berishga tayyor bo'lsangiz, biz uni sotib olamiz. Bizda tayyor investorlar guruhi bor. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, tayyorlikdan yozinglar.